Bu bolalar hammasi menga chehrasi tanish, ko'plarni ko'rganman, kimdir akasini o'qigandirman, kimdir o'zini o'qigandirman. Bugun bu yerga kelishimizdan maqsad qanaqa bir markazni reklama qilish uchun emas, balki bir o'quvchimiz natijasini e'tirof qilgani keldik. Feruzani chin yuragimdan men tabriklab qolaman va maktab ma'muriyatiga tashakkurnomamiz bor. Mana bu sertifikatlarni markazimizga esdalik kel qizim. Men buni maktab ma'muriyatiga bu tashakkurnomani topshirib qo'ymoqchiman. Mana sizga qo'yib qo'yamiz. Hop. Bu esdalik sifatida sinf rahbari olib qo'yadi buni mana. Keyin Arzimaga markazimiz sovg'asi bor. Hurmatli Shohli va Feruza o'quvchim mana. Haqiqatan ham zukko, har narsaga tirishqoq. Feruza qizimiz muddatdan avval talaba bo'ldi. Men Feruza qizimni tabriklayman. Bundan keyingi ishlariga, o'qishlariga muvaffaqiyat tilayman. Davomli bo'lsin Feruza. Ularga ham ustozlari tabriklayman.